ham yashash uyi, ham dala hovli, ham daromad manbai. Bugungi obzorimizda 6 sotuli plus qo'shimcha joy daromadi bo'lgan uy. Hovlimizning manzili Samarqand Savxoz mustaqillik 10 yillik yo'l yuziga 500 metr yaqinlikda bo'ladi. Yaqinda o'zi mana shu uy yonidagi uy o'zimiz reklama qilgandik, bir pas sotilib ketganda, bu uyimizni ham egasi nasib kutib turibdi. Darvozaxonadan boshlaymiz. 6 sotuli uyimizni oldi fasadi 20 metr, bunaqasi 30 metr bo'ladi. Darvozaxonasini ham keng qilib tashlashgan ekan va chap tomonimizda to'liqligicha pishig'ishda qurilgan armaturani ham ayamasdan ishlatishgan ekan. O'zlari yashayman deb chiroyli kottej tipida qurilgan, qurilish bitmagan uyimiz bor. Bu uyimizni planirovkasini sizga tushuntiraman. Uyimizda mana shunaqa mini koridorchasi bor. Koridorchadan kirganimizda o'ng tomonimizda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, uning yonida yana bitta yotoqxona, chap tomonimizda esa bolalar uchun mo'ljallangan xonamizni ko'rishingiz mumkin. Umumiy ovqatlanib o'tiradigan hamda keng maydonga ega bo'lgan bu xonamizni yana boshqa maqsadda ham foydalansangiz bo'laveradi. Bu yerda yerto'lali qilib oshxona uchun alohida joy qoldirishgan, ovqat tayyorlaydigan oshxona uchun ichkarida yana bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona yoki sanuzil qilib olish mumkin bo'lgan joyimiz bor. O'rtalardan o'zingizga moslab sanuzil qilib olishingiz mumkin, xohlasangiz 2 qavatli qilib olish imkoniyati ham mavjud ekan. Hovlimiz gvardiya tizimiga ulangan ekan, quriladi bu uyimiz. Qo'shimchasiga elektr, suvdan muammo yo'q. Bu tomon qismimizda yana bitta yakkali xona bor ekan, ta'mirlarni tayyor qilib qo'yishgan, o'zlari yashab turishgan, bemalol yashashingiz mumkin. Endi esa asosiy qismiga o'taman. Orqa hovli, undan oldidagi agrodlarga ahamiyat berib qo'yasiz. Mana bu o'rtada yashil zonada jami bo'lib 40 tup gilos, olcha va shunga o'xshagan turli xil mevali daraxtlar ham bor ekan. Orqa hovlimiz alohida tema. 3,5 sotix maydonni o'z ichiga olgan orqa hovlimiz bor ekan. Aylantirib archa, bu tomon teralar bilan chegara qilib qo'yishgan va yana mevali daraxtlari ham bor. Mevali daraxtlarning o'zi ham yaxshigina daromad keltiradi. Pastga e'tibor berib qo'yasiz. Pastda sun'iy ko'llari, o'zining alohida qismlari bor. Bu yerda baliq boqishar ekan, davlat tomonidan berilgan. Baliq o'zidan 40 million atrofida har sezonda daromad qilish mumkin ekan. Ushbu hovlimizning hujjatlari joyida notarius nomingizga o'tkazib berishadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 37 ming dollar, yana ozgina kelishtirib ham berishadi. Xohlasangiz mikrorayonda agar 3 xonali kvartirangiz bo'lsa, barter asosida ham kelishuv bor. Eganing telefon nomerini videoni pastda qoldiraman. Bog'lanib shu hovlini sotib olsangiz bo'ladi.